Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 6 ayının 18 günü Amerikanın atalmış 2020 yıllık Uyg'urlar kişilik huquq siyosati qonun loyihasini imzolab qonunga aylantirganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi. Shu joy vaqtda 6 ayının 17 günü Amerika xalqaro jamiyatdagi asosliq al-royiga pisand qilmay, jahillik bilan atalmış 2020 yillik Uyg'urlar kişilik huquq siyosati qonun loyihasini imzolab qonunga aylantirdi. Atalmış bu qonun loyihasida Şinjanning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish tadbirlari va kishilik huquq ahvoliga xoligancha bo'hton chaplanib, yo'lsizlarcha ayiblanib, xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy mezoni ig'ir darajada dafsanda qilindi. Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashildi. Şinjandagi har millat xalqining hissiyotiga ig'ir darajada azor berildi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonidagi har millat kadrlari va ommasi buni qattiq ayiblaydi va buningga qat'iy qarshi turadi. Atalmış 2020 yillik Uyg'urlar kişilik huquq siyosati qonun loyihasiga qaraydigan bo'lsak, uning mazmuni burmalash, yolg'on yavdoq gaplar, so'g'uq munosabatlar urushi tafakkuri va siyosiy bir taraflama qarashlar bilan liq to'lgan. Amerikaning saxta demokratiya, saxta zo'ravonlik, saxta kishilik huquq, rost zo'migarlik mohiyati talto'kis pash bo'lgan. Şinjanning haqiqiy ahvoli qandoq? Amerikaning Şinjanga aloqador qonun loyihasi zodi qandoq bir nima? Amerika yana qandoq rol olmoqchi? Bu meseleler aniqlanganda Amerikaning padişahının yangi kiyimidagi kulkilik o'yini yig'ishtiriladi. Biz yana bir qatim shuni qayta ta'kidlaymizki, Şinjanga aloqador masala hargizmi qandaqdir kishilik huquq, millat, din masalasi bo'lmasdan, balki zo'ravonlik, terrorlikqa va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi. Şinjang Jungoning Şinjangi, Şinjangning ishi butunlay Jungoning ichki ishi. Har qanday tashqi kuchning aralashish huquqi yo'q. Amerika ig'vo to'qib bo'hton chaplab va yo'lsiz jazolab butunlay 25 million Şinjang xalqining qarshi tarafida, 1 milliard 400 million Jungo xalqining qarshi tarafida, insoniyatning axloq, haqqoniyat va vijdonning qarshi tarafida turdi. Bu Amerika siyosat vazirlarining odamni yergandiradigan o'yini. Atalmış 2020 yillik Uyg'urlar kishilik huquq siyosati qonun loyihasi bir varaq quruq qog'oz. U jazman haqqoniyatning kuchi tarafidan axlat dövsiga cho'rib etildi.